Telekanalimiz omadli tomoshabin aksiyasi orqali muxlislarimizni xursand qilishda davom etmoqda. Mega aksiya ishtirokchilari pul mukofotlari, televizorlar hamda maishiy texnika to'plamlariga ega bo'lmoqdalar. Berilgan shartlarni bajarib, yuqori ball to'plagan navoiylik yana bir hamyurtimizga o'z sovg'asi topshirildi. Mening yurtim telekanali tomonidan o'tkazilayotgan omadli tomoshabin aksiyasining yana bir g'olibi Xatirchi tumani Maydonsoy qishlog'ida istiqomat qilayotgan Shahnoza Nurmatova bo'ldi. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Shahnozaxonga bog'landik, to'g'rimi? To'g'ri. Televizor muborak bo'lsin. Chindan tabriklaymiz. Omadi kulgan muxlislarimiz safidasiz. Aksiya boshlangan kundanoq g'olib bo'lish uchun harakatni boshlagan Shahnoza opaga televizor yutug'i topshirildi. Aksiya haqida omon dasturida ertalab aksiya boshlanishidan oldin ham ogohlantirishlar bo'ldi. Biz shu 24-sanadan boshlab jo'natib boshladik. Ishtirok etib, 3-kunlardan keyin qarindoshlar bilan ulansa ball ko'p yig'ilishini ko'rib, undan yana yig'dik. MyFav kanalini ko'radigan tomoshabinlarga hammasiga tavsiya eta olaman. Chunki o'yin haqqoniy, mana biz yutdik. Xalqimizga sovg'alar ulashda charchamaydigan kanal. Aksiyada ishtirok etish uchun 16:00 dan 18:30 ga qadar vaqt oralig'ida telekanal dasturlarini kuzatish va ekranda namoyon bo'lgan sirli raqamlarni Telegramdagi promo bank botga 1 daqiqa ichida to'g'ri va aniq jo'natib, omadli tomoshabinga aylanishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, 26-dekabrga qadar siz ham aksiyada ishtirok etib, har kuni televizor, pul yutuqlari va har haftada maishiy texnika hamda bosh yutuq 50 million so'mga ega bo'lishingiz mumkin. Sizda hali imkon bor. Belgilangan vaqt oralig'ida Mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Keyingi g'olib siz bo'lishingiz mumkin.